men bilan bir marta yotsang bo'ldi, hamma ishlaringni bitirib beraman deb taklif bergan odam haqida video chiqargan edim. Lekin u videoda uni kimligi, qayerda ishlashi, shaxsini ochiqlamaganman, chunki meni qo'limda yetarlicha isbot dalil bo'lmagan. Agarda u yozib yuboradigan bo'lsa, tuhmat qilyapsan deb men o'zimga minus qilib qo'yishim mumkin edi. Lekin o'zini oldiga to'g'ridan-to'g'ri bordim, ko'chaga olib chiqdim va ko'chada erkechasiga hamma narsani gaplashib, uzrini ham so'rattirdim. Lekin bu bilan bu hal bo'lib qoldi degani emas. Ya'ni videoni qo'yganimdan keyin kommentariyada xuddi o'sha odam haqida ham yozishyapti. Ya'ni men aytmasimdan turib odamlar o'sha odamligini bilyapti. Undan tashqari yana boshqa institutda boshqa odamlar haqida gapirishyapti. Ya'ni qanday tushuntirib bersam bo'ladi? Bu shu darajada masshtabniy problema ekan. Men faqat o'zimda deb o'ylagandim, lekin juda ko'p qizlar qo'rqqanidan iltimos ismimni yashirib qo'yib qo'ying, ismimni ko'rsatmasdan gapiring deyapti, chunki o'qishimga ta'sir qilishi mumkin deyapti. O'rtoqlar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Qo'rqmanglar hech narsadan. O'qishingizga ta'sir qilmaydi hech narsa. U nima deydi? O'sha joyi direktori bo'lsa ham, milliard puli bo'lsa ham bu narsani hal qila olmaydi. Qonun har doim birinchi o'rinda. Qonun ishlamaydi degan narsa yo'q. Prosta uni ishlatishni bilish kerak.